bo'ladi. Uxlab yotganingizda bir odam keladi, sizni bo'g'adi, yo qilich bilan yo shamshir bilan urmoqchi bo'ladi. O'sha vaqtda deysiz-ku, turaman desangiz turolmaysiz, u bilan mudofaa qilaman desangiz qilolmaysiz. Qo'l oyog'ingiz hech qilib nima qilmaydi-yu, o'sha sizni azob beraveradi, nihoyat darajada uraveradi, azob beraveradi. Shuni dod desangiz ovozingiz chiqmaydi. O'sha vaqtdagi azob mana u tashqaridagi azobdan ortiqroq bo'ladi. Bildingizmi? O'sha vaqtda ko'zingiz ochilib ketsa, voy Xudoga shukr, bu uyqum ekan, tushim ekan deysiz. Yomon meni azob beryapti o'zida deysiz. Ana o'sha vaqtda qimillamay yotaverasiz, azobni ko'raverasiz. Ana shunga o'xshagan bo'ladi u ham. Bildingizmi? Ana. Xo'p. Aytadiki, xo'p, va nihoyan va savolimkan haqqun va zughtatul qabri haqqun qainun alal kuffar lil kuffari kullihim ajma'in va li ba'zi usatil muslimin. Zag'ta deb siqish deydi. Mana qabrning ikkala tarafi bir-biriga yaqin kelib bandani siqadi. Bu kofirlarga bo'ladi, ham ba'zi gumroh bu gunohkor bandalarga ham, og'ir gunoh qilgan kishilarga ham bo'ladi. Bu hadislarda kelgan bu. Qabrni siqishi, tang bo'lishi kelgan. Biz buni haq deb e'tiqod qilamiz. Agarchi uni kayfiyatini biz bilmasak-da, qanday qilib yer kelib uni ikkala tarafdan siqadi, manag'ini manaqa o'tkazib yuboradi, bag'ini baqqa o'tkazib yuboradi degan nimalar bo'lgan. Hadislarda bor. Bildingizmi? Lekin uni kayfiyatini bilmasak biz haq deb e'tiqod qilaveramiz. Bildingizmi? Chunki Parvardigor muxbir-i sodiqqa shu gaplarni aytgan, muxbir-i sodiq bizga aytgan buni. Mana ana shu sababdan nabiyni vahiy bilan aytgan so'zlarini, xususan qiyomatning ahvollarini vahiy bevahiy bo'lmaydi bu narsa, o'zicha birov gapira olmaydi buni. Bildingizmi? Buni haq deb e'tiqod qilaveramiz. Xo'p. Xo'p. Va tan'imu ba'zil mu'minina haqqun. Endi xuddi haligi javob savol bo'lgandan keyin haligi farishtalar aytar ekan, nam kanawmatil arusi, yotginsan ba manzilay yangi kelinchak olgan yigitga o'xshagan rohatda yotgin, ana deb chiqib ketadi. Ana shu yerda Xudoy taolo bunga bir jannatni tarafidan bir nima ochiladi, shundan xushbo'yliklar bunga ham kelib yotaveradi. Mana shundan bir rohatlanib to qiyomatgacha rohat bilan yotadi. Ana shu tan'im, ya'ni ne'matlik qilishlik, ya'ni rohatlantirish mo'minlarni bu ham haq. Bildingizmi? Yo'inki agar kofir bo'lsa, do'zax tarafidan nima ochiladi-da, o'sha yerdan do'zaxni harorati va o'shani nimalarini u ham ko'rib yotaveradi qiyomatga doğru. Uni ham ta'zibi haq, buni tan'imi ham ikkovi ham haq deb e'tiqod qilamiz. Bildingizmi? Va kullu ma zakarahu ulama'u bil farsiyati, har bir asmaullohni, sifatullohni farsi tili bilan aytgidek bo'lsa, azzat asmauhu, Xudoni an ulug' asmolari va ta'alat sifatuhu, sifatlari uni oliy. Mana shunday farsa, masalan, Xudoy vallohu g'afurun degani Xudoy baxshanda. Xudoy baxshanda. Ana Allohur Rahmonida masalan shunaqa, Xudoy Rahim, mehribon deb tarjima qiladi. Farsi tili bilan shuni mehribon, baxshanda deb tarjima qilsak joiz deydi, shuni itloq qilish, farsi bilan shuni tarjimasini itloq qilish joiz. Bildingizmi? Xudo bandalarga mehribon deymiz. Bildingizmi? Xudo qahr qiluvchi, g'azablanuvchi, Parvardigor g'azab qiluvchi bandasiga gunoh qilsa degan gaplar fors tili bilan chak bo'laveradi. Bildingizmi? Joiz deydi qavl qil. Chunki buni shuning uchun aytyaptiki, asmaulloh muqarrar kitoblardagi, Qur'onlardagi bor asmaullohlar, shulardan tashqari o'zimizcha Xudoga bitta nom qo'yib, agarchi ma'nisi to'g'ri bo'lsa-da, joizmi yo'q, nojoizmi? Aytadiki, yo'q, joiz emas. Asmaulloh tavqifiy deydi. Tavqifiy, ya'ni qanchalik eshitganmiz, kitoblarda ko'rganmiz, shunchalik itloq qilamiz. Undan ortiq o'zimizcha Xudoga nom qo'yaverish bizga joiz emas. Bildingizmi? O'shaning uchun mana men sizlarga aytib, Xudoni Karim deb aytib bo'ladi. Sahiy deb aytib bo'lmaydi. Vaholanki sahiy ham Karim deb ko'ni ma'nosi bir qism ma'no. Chunki Karim deb nom ketdi-yu, sahiy deb nom hech yerda kelmabdi ekan. Ana shuning uchun biz uni o'zimizcha shu ma'nosi bo'laveradi deb sahiy deyishimiz bo'lmaydi. Ana shuning uchun aytyaptiki, agar farsi tilida o'shani
karimni ma'nosini fors tilida aytsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bu bo'ladi. O'shani tarjima qilsak bo'laveradi. Rahimni tarjima qilsak bo'laveradi fors tili bilan. Karimni tarjima qilsak bo'laveradi. Bildingizmi? Lekin o'zi nomiga qo'shib buni qo'shib qo'ymaymiz. Bildingizmi? Mana u ham bo'laverar ekan deb qo'shib qo'ymaymiz. Mana shuni aytayapti. Sivaliyadi deydi. Ana qo'lni aytalmaymiz ammo qo'lni. Xudoni qo'li bor deb aytalmaymiz Xudoni. Mana buni e'tiroz qilamiz. Chunki bunda bizni jismga o'xshatgan bo'ladi. Ana mujassimalarning nimasi? Bildingizmi, mazhab u. Mujassimalar Xudoga jism muqarrar qiladi, bizga o'xshagan qo'l, oyoq hammasi muqarrar qiladi deb bizga o'xshagan deydi. Ana shundan parhez qilamiz biz, itloq qilmaymiz. Va yajuzu an yuqala baroy Xudoy. Baroy Xudoy degani bahurmatu Xudoy, ana degani bo'lyapti. Ha? Jalolu bahurmatu Xudoy degan bo'lyapti. Baroy Xudoy desak bo'ladi. Bildingizmi? Bila tashbihin, lekin bunday deyishligimiz bu boshqa odamga o'xshatib aytib turganimiz yo'q buni. Betashbih aytamiz. Wala kayfiyatin, bekayfiyat biz yuzimizga o'xshagan yuz bor deb bu qanaqa e'tiqod qilmaymiz biz. U bekayf aytamiz uni. Bildingizmi? وليس قرب الله وبعده من طريق طول المسافة وقصرها ولا على معنى الكرامة والهوان. خدانı masalan muqarrab yaqin bo'lishligi, Xudoni masalan bandalarga uzoq bo'lishligi, Xudoni yaqin bo'lishligi, masofani uzog'i-yu nimasi qurbi masofa to'g'risida aytmaymiz buni. Xudo bizga yaqin desak, Xudo biroz boshqalarga ko'rganda masofasi bizga o'rtadagi nimasi muddat safari u nimasi masofasi bizga yaqin deganimiz bo'lmay, mana bu devor bizga yaqin. O anaqdagi boshqa odamni uyi bizdan uzoq. Mana u tariqada, mana u masofa tariqasida aytmaymiz buni qurbi bo'ldimi. Balki buni aytamizki, qurbi bo'ld, masalan, Parvardigorning marhamati to'g'risida. Marhamati bitta mo'minga ziyodaroq boshqalarga qiladigan marhamatidan. Ana qariblik ma'nosini mana shu deb aytamiz. Bildingizmi? Tuli masofa tariqasida aytmaymiz. Wala ma'nal ala ma'nal karomati wal havani. Ya'ni masalan birovni masalan tahqir qiladi yo birovni g'azab qilish tariqasini bunaqa tarjima qilmaymiz uni. Bildingizmi? Birovni mukarram qildi deganimiz, yaqin deganimiz, mukarram qildi deganimiz, uzoq deganimiz uni tahqir qildi degan ma'noni bermaymiz bunga. Bildingizmi? Walakinnal muti'a qaribun minhu bila kayfin. Endi banda tarafidan qurbi bo'ldini bandaga nisbat beramiz aksar masalan joyda. Masalan banda Xudoga yaqin bo'ldi. Nimaga ibodat bilan yaqin bo'ldi? Muti bo'ldi bu. Ko'p ibodat qiluvchi anbiyolarni bizga qaraganda ular yaqin Xudoga deganimizning ma'nosi ular ibodatini ko'p qiladi deganimiz bo'ldi. Martabasi Xudoga yaqin deganimiz bo'ladi. Bildingizmi? Xo'p. Ana wal asi ana ba'idun anhu bila kayfin. Asi odamlar Xudodan uzoq deganimiz bo'ldi. Bekayfiyat bu masofa tariqasida ba'id emas, balki gunohsini sababidan martabasi pasayib Xudodan uzoqlashib qoldi bu deganimiz bo'ladi. Bildingizmi? Wal qurbu wal bu'du wal iqbalu yaqa'u 'ala al munaji. Qurbu bu'dni, ya'ni iqbolni mutavajjih bo'lishligini hammasi voqi bo'ladi munojiga. Ya'ni Parvardigor bilan munojot qiluvchi, Parvardigor bilan ana zikrini qilib Parvardigorga munojot qiluvchi, duo qiluvchi ana shunga itloq qilinadi. Ya'ni falon odam Xudoga yaqin. Ya'ni hamisha Xudoning zikrini qiladi, Xudoga munojot qiladi. Falon odam Xudodan uzoq qolgan, ya'ni hamisha gunoh qiladi, isyon qiladi deganimiz bo'ladi. Bildingizmi? Va kadalika javoruhu fil jannati. Ya'ni ba'zi hadislarda kelibdiki, Xudo bilan birga javori yaqin bo'ladi Parvardigorga, jannatda hamsoya bo'ladi, yaqin bo'ladi degani. Mana bular hammasi bu bekayf bu ana wal wuqufu bayna yadayhi. Ya'ni Xudoning oldida tika turib qo'yib savol qiladi. Parvardigor oldida, Xudoning oldida javob beradi deganimizning ma'nosi bu emasinki, Xudo podshoga o'xshagan bir taxtda o'tiribdi-yu, oldiga gunohkorni olib keldi-yu, ro'para qildi-yu, u javob savol qilyapti. Bu ma'noda emas bu. Bildingizmi? Balki u bekayf bu. Uning kayfiyatini o'zi biladi, qanday qilib o'zi javob savol qiladi banda bilan, uni kayfiyatini Parvardigorni o'zi biladi. O'ziga ilmini havola qilamiz. Bildingizmi? Biz buni bekayf e'tiqod qilamiz mana. Wal Qur'onu munazzalun ala Rasulillohi sallallohu alayhi va sallam.
Qur'on nozil bo'lgan oyatlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va huwa fil masahifi maktubun, u mushaflarda, mana mushaf masalan Qur'on mana bu sahifalarda yozilgan, bildingizmi? Xo'p, ammo yozilgan Qur'on o'zi bu hodis bu. Bu qadim emas bu. Birov buni yozgan, mavjud qilgan qalam bilan. Buni hodis deb aytamiz. Asli kalomda o'zini Xudo tarafidan Rasulullohga nozil bo'lgan, ana shu kalom, u kalomi nafsi, u qadim, u bildingizmi? U Rasulullohga nozil bo'lgan deydi. Va huwa fil masahif maktubun va ayatul Qur'oni kulluha fi ma'nal kalami mustawiyatun fil fadilati wal 'azamati. Tamom Qur'onda oyatlari hammasi ma'noyiki Xudoning kalomi bo'lganlik ma'nosida hammasi barobar. Ha qissa bormi ichida, ha mav'iza bormi, nasihat bormi, yoyinki Xudoning asmolarini, sifatlarini, jalolatini bayon qilgan joylar bormi? Hammasi bir barobar bular. Barobar fazilatda. Lekin illa anna li ba'ziha fazilata zikri va fazilatal mazkuri. Misli ayatul kursi. Aytadiki, magarki ba'zi oyatlarda ham mazkur bo'lgan fazilatin, mazkur bo'lgan narsani fazilati ham bor, ham tilovati, zikrini ham fazilati bor. Ikkala fazilat jam bo'lgan. Mana masalan ayatul kursida Xudoning azamatini, buzurligini, qudratini o şeyde bayon qilib ekan. Ayatul kursida. Bildingizmi? Arshini zikri bor, kursini zikri bor masalan. Mana bu mazkur bu. Mazkur ham fazilatli bitta, xuddi zikri ham fazilatli. Ikkovini fazilati jam bo'lgan mana bitta. O'shan uchun ayatul kursi ulug' deydi, ana boshqa oyatlardan degani uni ulug'ligi shu yerdagi mazkur ham fazilatli, zikri ham fazilatli. Ikkala fazilat jam bo'lgan bu. Masalan Firavunning qissasi, Firavunda Hazrati Musa alayhisalom asolarini tashladilar, Firavunning oldiga borib, ajdar bo'ldi. Firavun anondaqa dedi, bu kishi unaqa dedilar. Ana o qissadan ayatul kursiyning fazilati ortdi. Nimaga? O qissani zikrni fazilati bor-u, aytdi-yu, faqat Xudoning kalomligi haysiyati bilan zikrni fazilati bor-u, mazkurning fazilati yo'q. Mazkur eka Firavun bor endi, bildingizmi? Uni fazilati yo'q. Mana bu ayatul kursiyda ham zikrni fazilati bor, ham mazkurni fazilati ikkovi ham bor. Ana shuning uchun biz aytamizki, bu oyat o oyatdan ulug' deganimizning ma'nosi shu. Bildingizmi? Bo'lmasa namozda qiroat qilsak, uni ham qiroat qilaveramiz. Chunki namozda faqat zikr kerak-da. Bildingizmi? Ana shuning uchun ikkovi ham bo'laveradi. Xo'p, ana mustawiya illa anna li ba'ziha fazilata zikri va fazilata al-mazkuri. Ikkovi ham bor bitta. Misli ayatul kursiga o'xshagan. Li'anna al-mazkura fiha jalalulloh va 'azamatuhu va sifatuhu. Ayatul kursida zikr bo'lgan narsa mazkur, aytda jaloli, ulug'liq, Parvardigorning ulug'ligi, azamati, mana shular zikr bor, aytda zikri bor. Mazkur bo'lgan narsalar mana shulardan iborat. Uni sifati bor. Ana shuning uchun mazkurning fazilati ham bor, zikrning fazilati ham. Fajtama'at fiha fazilatani, ikkala fazilat ayatul kursida jam bo'lgan. Ana shu sababdan uni buni boshqa oyatidan ulug' deb aytamiz uni. Bildingizmi? Shunga o'xshagan qul huvallohu ahad. Qul huvallohu ahadda ham ikkala fazilat jam bo'lgan. O'shaning uchun qul huvallohu ahadni o'qisa boshqa suralardan buni fazilatli deb aytiladi. Bildingizmi? Xo'p, fazilatu zikri va fazilatu mazkur. Va fi isbatil kuffari, ana kofirlarni sifat qilishlikda Qur'onda ichidagi hikoyalar, unda fazilatu zikr bor, fahas bu bas tamom. Boshqa fazilati mazkur yo'q aytdi. Bildingizmi? Ana shu sababdan bu oyatdan ana o oyat fazilatli bu. Va laysa fil mazkuri fazilatun. Bitta mazkurda fazilati yo'q. Va kazalika al asmo va sifat. Ana asmo Xudoning